Assalamu alaikum dostlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga o'zaro yordamchilik degan hikoyani o'qib beraman. O'zaro yordamchilik. Bir kuni Zeynab bilan Tariq oilasidagilar bilan birga nashta qilayotganda Tariq, "Dodo, bugun bog'chaga borib kelaylikmi?" deb so'radi. Dadasi javob berib bo'lg'icha Zeynab, hadis qutisini bu haftalik hadis olmay turib boramiz. Bu hafta navbat mening, dedi. Orqadan dadasi Muhammad efendi, bo'ldi, undaqda hadisni bilib ondin borayli, dedi. Aka singlikka voh, ajab yaxshi bo'ldi deyishgacha xushalliqning qiniga botmay sakrab ketib ketdi. Zeynep bilan Tariq hadis qutisi var uyning oldiga keldi. Ular sevimli payg'ambarimiz güzel so'zlarni yana birini o'rganadigan bo'ldi deb nihoyatda xushal edi. Da shu vaqtda uyning ichida Tariq turuq qilgan ovoz anglandi. Hammanglar oshxona uyda tursa, bu uyda kimdir? Zeynep bu ovozdan qo'rqib darhol akasining kayniga o'tdi. Tariq, qo'rqmang Zeynep, men sizni qo'g'dayman, dedi. U singlisining nazarida qahramon aka bo'lishni yaxshi ko'radi. U ko'chaning boshida dastlab asta-asta uyga yaqinlashdi. Eshikning beshini tiqib ichiga qaradi. Aslida ular mushiki mirmir panchisi bilan hadis qutisini og'zini ichib-yepib o'ynayotdi. Tariq, mirmir, hey, bizni ajabmi qo'rqityapti-ku, degicha uyga kirdi va Zeynabmi orqadan kirdi. U mirmirning yoniga kelganda uning panjasida bir tal hadis qutisi qog'ozini ko'rdi. Zeynab, hey, aqlli mirmir, bizim baldir kelib bu haftalik hadisni ilib olsanda, dedi. Tariq mirmirning panjasini varaqchisini oldi. Zeynab varaqchining hadisini intayin qiziqyotdi. U taqatsizlangancha, "Aka, tezroq o'qisanchi", deb Tariq varaqchini yechib, vaqtlik hadisni o'qishga boshladi. Alloh yordam so'ragan, yordam berganlar kishilarni yaxshi ko'radi. Zeynab, men do'stlarimga yordam qilishni yaxshi ko'raman, dedi. Boshqalarga yordam qilishimiz kerak, deb qo'shib qo'ydi Tariq. Aka singlikka uyga qaytib kelganda onasi dasturxonni yig'ishtiryotdi. Ular onasining bu haftalik hadisni Alloh yordam so'raganlarni, yordam berganlarni yaxshi ko'rdi degan hadis ekanligini eshitdi va uningdan kimlarga va qanday yordam qilishlarini so'radi. Onasi Malika xonim, masalan, oshxona uyni menga yordam qilsanglar bo'ladi, dedi kulimsirab. Zeynab bilan Tariq, voh, ajab yaxshi paket ekan, deyishgacha oshxona uyni yig'ishtirishga boshladi. Oshxona uyga eshiklarni tugganda ular nihoyatda xushal bo'lib
Aslında başkalar mı yardım kılsanlar, yardım kılgan kişiler mi oxşashqa qarşal bulurduken? Anası Zeynep bilen Tarık'a közlerini yumushni yitib, ikkilanning ma'yisida taqib qo'ydi va oldi. Endi ko'ngillarni ochsanglar, endi ko'zinglarni ochsanglar bo'ldi, dedi anasi. Akarsonlikla meydasida rangliq bir narsa turardi. Ana bu nima? deb so'radi. Bu sizlarning yordamchi ekanligini bildiradigan iznak, dedi. Men sizlardek kichik vaqtimda mahallamizda yordamchi bolalar klubi bor edi. U klubda aza bo'lgan bolalar o'zdekni taqaydi hamda butun mahalladagilarga yordam qiladi, dedi onasi. Ondan onasi ularga yemek qo'shilgan bir somka tayyorladi va somkani bermoqchi iznak silib qo'ydi. U bolalarni bog'chaga tayyorlagan Muhammad efendi. Qani bugun yordamchi ihtiyochli biror kishi uchramdikin, agar Zaynab bilan Tariq birisiga yordam qilsa, ular iznak taqib qo'ysanglar bo'ldi, dedi. Akasining ikkalan bek yaxshi bo'ldi. Biz bu yordamchi bolalarning klubini arzu qilamiz, dedi. Tayyorlik qilish uchun hujrasiga qarab mandi. Akasining ikkalan dadasi bilan birlikda uydan chiqdi. Yashangan bir bobay yo'l bo'yida asisiga taynab qardi qilib o'tadi. Bobay ularni ko'rib, bolalarim ma'qullarni ko'tarishib bersanglar bo'ladi, dedi. İkkilen albatta buldu baba. Dikice xaltalarni qo'shaloq bilan ko'tarib mandi. Buvisi ularga maslahatga kirib, "Mashalloh, nima degan yordamchi bolalar bu", dedi. Zeynep va Tariq bobay bilan qo'shlashgandan keyin bog'chasiga mandi. Akasining ikkilan bog'chasiga kirib bir yilg'a ovoz angladi. Zeynep bilan tangtush bir qizchaq "Pum-pum sanadi" deb yig'layotdi. Ular qizchaqning yoniga kelib, "Nimaga yig'layotasiz?" deb so'radi. Qizchaq esnab turib, "Kuchugim bek seriyib ketgan edi. Uni bog'chaga aylantirish uchun olgan edim. Kuchugimni yuttirib qo'ydim. Kuchugimni topishga yordam qilamizlar", deb so'radi. Akasining ikkalan dadasiga qaradi. Dadasi ma'qul deb bildirib bo'ldi degicha boshini langdashdi. "Albatta yordam qilamiz", dedi Zaynab. Dadasi Zeynep bilan Tariqqa Samiga ketilib, avval kuchugimning sabtablarini avval kuchugimning
Sebepleri bilmemiz gerek dedi. Küçük bodruk ak kara tükleri var. Allah küçük de tavsiye verdi kısacak. Tarık. Demek ismi cismine layık tevilik topqa oxşaydigan küçükkende dedi. Həmmeydən gülüşüp getdi. Tarık köngli yerim qızcaqni xoş qılğandan keyin bek xursand boldim. Üçeylən birlikdə bahçesiga aylanıp pom pom sen nerede? Pom pom ne sen nerede? Dep toğlaşqa başladı. Ular bahçesideki kölçekке yakınlaşkanda vah diyen bir avazını anladı. Bu benim küçüğümün avazı dedi kızcak heyecanlanan. Tarık avaz çıkarmanlar avaz kayalar kıvaz bakın anlaylı dedi. Ular avaz gelgen taraftan tohumu yakınlaştı. Ular nima ko'ribdi bilamsizlar? Aslida Pompon quruq bir ko'lchakning ichiga tushib ketguncha quruq ko'lchakdan chiqishga shuncha tirishgan bo'lsin, yana chiqolmabdi. Yuqorida yamishgan u yana pastga siyrilib tushib ketadigan. Tarık darhal bahçıga darvazanın taraftaki qarab yugurdi. Qizchaq küçükünün yanında ayrılmadı. Ahvalda xabar topgan darvazan tag'a bir tal chota ilib Tarık bilan birga shu ko'chaga qarab mangdi. Darvazan tag'a oldi bilan ko'lchakning ichiga shotini qo'ydi. Ondan ko'lchakdan tushib kuchukni quchoqlab yuqoriga ilib chiqdi. Hammadan darvozan tag'ini olqishladi. Qizchaq oxiri ama kuchukni tepishdi. U xushalliqdan Zeynep bilan Tarık'a darvozan tag'a rahmat aytdi. Muhammed Efendi so'ngkisidan izneklerini aldı. Zeynep bilan Tarık'a izneklerinin ma'nosini qisqacha tushuntirdi. Qizchaq yordamsever iznikni sizlarga taqab qo'yinglar dedi. Muhammed Efendi ruxsat qilgandan keyin qizchaq akasinglikka maytasiga iznikni taqab qo'ydi. Tarık'ning qo'lida iznekdan yana birini oldi va darvozani tag'iga qarab sizga iznik taqab qo'ysam bo'lamdi deb so'radi. Darvozan tag'a albatta bo'ldi. Men bu ham erishgan eng yaxshi imkon dedi. Bu gapni anglagan hammadan kulishib ketdi. Zeynep bilan Tarık uyga nihoyatda xushal holda qaytib keldi. Ular maytasiga yordamsever iznikni onasiga ko'rsatdi. Onasi ularni nihoyatda o'xshash shokoladli tort pishirib qo'ygan edi. Ular tortni ishtaha bilan yegach, onasiga bahçedeki yuz bergan ishlarni so'zlab berdi. Ular yordamsever bolalar klubini qayta qurib chiqqanligini, qizchaqning bu klubga a'zo bo'lib qolganligini aytdi. Onasi bu
Eşitdim, bek söyündü. Sizlerden fəxrlənməm balalarım. İşenimən ki, Peyğəmbərimiz nəsihət boyunca iş qılanlar üçün Allah sizlərni bek yaxşı gördü, dedi. Xoş.